Hamma joyini egallasin. Assalomu alaykum. O'rta Osiyoda esingi mamlakatlarida juda mashhur bo'lgan yeguliklardan biri qurt haqida gaplashamiz. Bunday qaraganda qurt ham sut mahsuloti hisoblanadi. Negizida sut yotadi, to'g'rimi? Sut mahsuloti hisoblanadi. Faqat uni bir muncha ishlovlar bilan, turli tuman aralashmalar bilan boshqa ko'rinishga o'tkazib tayyorlanadi. Mana endi bu qurtni tayyorlash jarayonlariga sho'ng'igan holatda uni bozorlarda yoki yo'l yoqasida, rastalarda sotilib turishidan tortib, buni iste'mol qilingandagi foydali va salbiy tomonlarini sizga yoritib bermoqchiman. Shu joyda eslatib o'taman, doktor Isyonov biror bir shaxsni, kompaniyani yoki kimnidir qurt mahsulotini maqtayotgani yoki yomonlayotgani yo'q. Video lavhani chumorikchasiga qirqib olib, montaj qilib o'zingizni mahsulotni reklama qilishda foydalanmang. Bu noqonuniy va bu chestni emas. Nimagaki, misol uchun ayrim holatlarda men ko'rib qolaman va ularga e'tiroz beraman, ogohlantirish beraman. Tushungani o'chirib tashlaydi, bo'lmasa qonuniy yo'l bilan chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Aytaylik, men biror bir mahsulotni yoki biror bir vositani haqiqiy tibbiyotdan isbotlanayotgan shaklini, moddasini chin har tomonlama sanitar gigiyenaga rioya qilib tayyorlanganligini, foyda yoki zararli tomonlarini aytib bersam, ular mana shu foydali tomoni deganini kesib oladi. Unga o'zlarining mahsulotini montaj qilib yopishtirib, suratini tarqatib o'zlaricha sotishi izmiga tushib qoladi. Yoki masalan, molni uy sharoitida iligini tayyorlab, sho'rvaga qaynatib, ichib, iligini yesa foydali bo'ladi desam, shu joylarini ovozini kesib oladi-da, darrov o'zlari mana shunaqa 5 barmoq yoki ilik bilan tayyorlanadigan sho'rva sotadigan kafeteriyalar yoki shunaqa restoranlar faqat shu joyini xuddi ularga nisbatan aytgan kabi reklamada foydalanadi. Bu mumkin emas, bu noto'g'ri ish, nechesni ish bu. Haqqoniylik emas. Chunki sizning mahsulotingiz haqida aytib turganim yo'q-da. Aytaylik, misol uchun qanday tayyorlashingizni, ichiga nima qo'shganingizni biz bilmaymiz. Men bilmayman. Shuning uchun men aytaman hamisha dorilarni yoki qandaydir mahsulotlarni, vitamin yoki vositami, malhammi reklama qilgan paytida mana montaj qilib qo'ygan bo'lsa, aslo ishonmang. Soda-sotiq, oldi-sotdi jarayonlarga aralashtirdimi, u mashinnik aferistlar. Shuning uchun aslo meni nomimdan qandaydir saytlarda dori tavsiya qilsa yoki hatto o'zimni sun'iy intellekt yordamida gapirtirib havolaga o'ting desa, aslo ishonmang. Umuman shu kungacha birorta dorini oldi sotisiga aralashmaganman, mahsulot yoki vositani. Bundan keyin ham bo'lmaydi ish. Shuning uchun meni nomimdan unaqa aferistlar qilgan montajlarga aldangan bo'lsangiz, ichki ishlarga yozib bering. To'lov kartalaringiz hammasini arizada ko'rsatib. Endi qurtni o'ziga keladigan bo'lsak, uni tarkibida oqsil va kalsiysi yaxshi bo'lganligi uchun, tabiiy saqlanib turganligi uchun tabiiy shaklda organizmga kalsiy bilan to'yintirish uchun foyda beradi. Keyingi o'rinda qurtni o'zini tabiiy probiotik desak ham bo'laveradi. Chunki bilasiz, sut, qatiq mahsulotlari bizga probiotik sifatida, ya'ni yaxshi sifatli ichaklarimizda ovqat hazm qilishga kerakli bo'ladigan bakteriyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Keyingi o'rinda qurtni iste'mol qilib turganda yuqorida aytgan shaklli elementlari kalsiysi, fosfor va minerali borligi uchun kalsiy, fosfor kabi minerallar borligi, oqsili hamda probiotiklari umumjihatdan ozgina bo'lsa ham bizning organizmimizni qandaydir mikroelementlar bilan to'ydirishga yordam beradi desak bo'ladi. Xullas qilib aytganda, qurtni ijobiy taraflari shu. U qandaydir bir shifo bo'lib, zo'r bo'lib ketdim deydigan xususiyatlarga ega emas. U qanaqadir bir sizni super qilib, bu joyingizni tuzatib yuboradigan narsa emas. Bu yegulik mahsulot. Goh-gohida yeb turgan yaxshi, lekin chirus-chur uni ko'p iste'mol qilishga bo'lmaydi. Nimaga? Negaki hozir salbiy tomonlarini aytsam, tushunasiz. Birinchi navbatda qurtni tarkibida yuqori miqdorda tuz borligi uchun yeb ko'rganingizda mana shu sho'r ta'mi beradigan asosiy tuz bo'ladi, tuz. Va ayniqsa shuni tuzli, shunaqa ta'mli qilish uchun juda ko'p miqdorda tuzni qo'shadiganlari bo'ladi. Mana shunaqalariga tushib qolsangiz, bu yurak qon tomir kasalliklari borlarga mumkin emas.
yurakka, qon tomirlarga, umumiy organizmga tuzi yuqorilik jihatdan zarar ko'rsatib qo'yishi mumkin. Ana shuning uchun ham ishonchli joydan oladigan bo'lish kerakda. Misol uchun ishonchli bo'lgan taqdirda ham qurtni sizga sotadigan odam uni ishlab chiqarishdagi tarkibi va tayyorlash jarayonlarini saqlashini sertifikat yoki shunga o'xshash sifat nazoratidan o'tgan yorliqlarga ega bo'lish kerak. Endi biz qadamma-qadam rivojlangan hayotga qo'shilib ketaverishimiz kerakda, azizlar. Ha, bu nima bo'pti, bunaqa deyishingiz mumkin. Uy sharoitida o'zingiz chiroyli tayyorlashni bilsangiz, bu haqida gap ketayotgani yo'q. Aytaylik, ko'p tuzlarni qo'shib, uni sanitar gigiyena sharoitiga rioya qilmasdan tayyorlab sizga sotib turgan bo'lsa, qayerdan bilasiz? Shuning uchun o'qigan paytda qurtning 100 grammida falon miqdorda tuz bor deb yozilganmi, yozilmaganmi, shunga ahamiyat bering. Chunki inson uchun bir kunda iste'mol qilganda umumiy ovqatlaringiz, hamma yegan mahsulotlaringiz tarkibidagi tuz miqdori 5 grammdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, bu zararli. Bu juda zararli. Turli-tuman arterial qon bosim kasalliklari yoki qon quyilish shu kabi muammolarni chaqiradi. Dunyoda o'zi hozir tuz bilan shakarni eng asosiy kasalliklari omili sifatida qaralmoqda. Shuning uchun qurtni tayyorlagan shaxsdan 100 grammida qancha tuz bor deb so'rashingiz kerak va bundan tashqari qurtni massasi qancha, shuni bilishingiz kerak. Aytaylik, bir dona qurt 4 gramm, 5 gramm yoki 6 gramm bo'ladigan bo'lsa, kichkina timolog'i, uni 100 grammini umumiy hisoblab shu qurtni grammiga bo'lganda tuzi chiqadi-da. Aytaylik, 100 grammida 25 gramm tuz bo'ladigan bo'lsa, siz 100 grammini yeb qo'yadigan bo'lsangiz, kasallikka chalinasiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarda sporga yeb turadiganlar bor. Spor qiladi, garov o'ynaydi-da, katta mana shunaqa 150 gramm chiqadigan yoki 50 gramm chiqadigan qurtni bittada yeyman deydi-da, pul uchun. Va prosmotr uchun, reklama uchun shunaqa roliklar qiladi. Lekin buni yeb turgan odam erta-indin juda yomon kasalliklarga uchraydi. Bu o'ta sog'liq uchun zarba udar hisoblanadi. Mana shunga o'xshash garovlar bor. Misol uchun pulga biror kabobni, ovqatni, gamburgerni, shashlikni yoki oshni yorilguncha yeb garov o'ynaydi-ku, shuni yeb yutsa pul ham olib ketadi, yegan-ichgani tekin. Bu narsa organizm uchun qay darajada juda yomon zarar berishini bilsangiz edi. Dunyo o'zi kam yeyish bilan sog'lom bo'lishni targ'ibot qilib turganda, bizda sporga, garoviga, ovqatni kilogramlab yeyishga chorlamoqda. Pul uchun, arzimagan pul uchun siz sog'lig'ingizni bir 5 yil umringizni qisqartirib turibsiz-da. Shu bilan organizm, oshqozon ichaklaringiz, oshqozon osti bezingiz, jigaringiz qay darajada aziyat chekishini bilsangiz edi, bu garovi o'ynab yegan shu darajada ko'p ovqatingizni organizm uchun ko'rsatadigan zarari sizni olayotgan pulingiz yonida pashsha bilan filchalik farqi bor. Shuning uchun unaqa pullarga, unaqa moddiy yoki ovqatni o'ziga uchib sog'lig'ingizni sotmang. Garov o'ynamang unaqa. Bu sog'liq uchun o'ta zararli. Aytaylik, 10 ta gamburgerni yeb bersangiz tekin deydi. Borasiz 9 ta yeydigan bor, 8 tani yeb yutqazib ketadigan bor pulini to'lab. Bu marketingiy xod. Lekin yutgan taqdiringizda siz ovqatni pulini yutib, yonida bir 500 ming yoki 300 ming olib ketayotgandirsiz, lekin buni bergan sizga zarari даже minglab dollarga teng bo'lmaydi. Aslo bunday ish qilmang, ayniqsa qurtga qaratilgan joy. Negaligini yuqorida aytib o'tdim. Qurt qattiq hisoblanadi-da, u mana shu holatga keltirilganligi uchun organizmga tushgan paytida uni hazm qilishga oshqozon qiynaladi. Birinchi navbatda oshqozonning shilliq qavatlarini, u cho'kib tushgan joyini qizartirib, yara hosil bo'lishi uchun omil yaratishi mumkin, agar me'yoridan oshiq iste'mol qilsangiz. Shu sababli oshqozon kasalliklari bo'lgan insonlar juda ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish kerak. Keyingi o'rinda allergiyaga ham xatarliklari bor. Bundan oldin aytib o'taman, misol uchun qurtni tayyorlash jarayoni hattoki hozir mini zavodlarda ham sanitar gigiyena normativlariga javob bermaydi. Birinchi navbatda u qo'lqop kiyadimi, sterilnimi qo'lqobi, nechtadan almashtiradi.
bilib o'tirganingiz yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqab ketgan vaziyatlari bor. Oyog'i bilan shu xamirni qiladiganlari bor. Ana shularni bilmaydigan, xabaringiz yo'q bo'lgan ko'r-ko'rona joylarda maslahatim ularni xarid qilib, o'zingiz organizmingizni xavf ostiga qo'ymang. Qurtni uyda tayyorlasa yoki ishonchli joyda tayyorlasa, me'yorda iste'mol qilsa foydalari borligini aytdim. Ammo misol uchun sanitar gigiyenaga rioya qilmay tayyorlasa, uni bolangiz iste'mol qilganida yoki o'zingiz iste'mol qilganingizda gijjani koni bo'ladi-da. Eng shu qurtni qo'lga uqalagan paytlarda oralarigacha qo'lini orasidagi mana bu teri izlarigacha cho'kib yotgan gijja tuxumlarini o'ziga yopishtirib oladi u. Qo'l 1000 marotaba yuvilgan taqdirda ham boshqa odamlarga, oilasidan boshqalariga sotiladigan narsani, mahsulotni mana bunday qo'l bilan, ochiq qo'l bilan tayyorlash mumkin emas. Bilasiz, hozir sanitar gigiyena juda qattiq rioyaga chorlaydi. Torch infeksiyalari, gepatit A, gepatit B, astritsa, intrabios kabi tashxislari negizida mana shunday mahsulotlar yotadi. Bolangizga gepatit B yoki gepatit A yo'qib saramas bo'lib qolishini, sariq bo'lib qolishini xohlarmidingiz? Yoki keliningiz torch bo'lib qolishini xohlarmidingiz? Yo o'zingizda askariyda paydo bo'lib, mamundoq qurt paydo bo'lishini xohlarmidingiz? Agar xohlamasangiz, ishonchli bo'lmagan mahsulotlarni iste'mol qilmaslik kerak. Nafaqat qurtga qaratilgan, balki sanitar gigiyenaga rioya qilmaydigan nomuvoyid nonini xarid qilmaslik kerak. Yoki ulichka, pirojki sotadigan mahsulotini olmaslik kerak. Qo'lida perchatka yo'qmi deb pulni ushlab, qo'li bilan somsani paketga solib sizga berib yubordimi? Paketda konkretni uyga borgancha qurtli, infeksiyali somsa boradi. Siz uni o'zingiz yeysiz, bolalaringizga tarqatasiz. Qurtni ham shunaqada, agar sanitar gigiyenaga rioya qilmay tayyorlansa, u ustida turmaganingizdan keyin bilmaysiz, tualetga necha marotaba borib keladi u. Bir paket qurtni yasayman degancha. Ana shu tomonlari hozirgacha nazoratga olinmagan. Aslo mana shu ishonchsiz joylardan unaqa ochiq turmasligi kerak. Qurt degan misol uchun sotgan paytda havodan chang-chung ommaviy uni ustiga tushmaydigan sharoitda sotilishi kerak. Bunday qaraganda-da. Chunki uni paketi yo'q har birida. Paketi bo'lgan taqdirda ham zavodda chiqadiganlarni tarkibiga ishonch yo'q bo'lib qoladi. Xo'p, misol uchun sanitar gigiyenaga talab qiladigan, rioya qiladigan tartibda tayyorlayotgan bo'lsa, shunga ishonch hosil qiladigan hujjati bo'lishi kerak. Aks holda pul bor joyda nima bor? Kommentariyaga yozing. Pul bo'lib turgan joyda juda ko'p odamlar sanitar gigiyenaga rioya qilmaydi. Tez u ko'p mahsulot qilib tez sotib soqqa qilgisi keladi. Ana shu tomoni bilan hozirda qurtlarni eng katta zararli salbiy tomoni bor, ya'ni infeksiya manbai bo'lib qolishi mumkin desak adashmagan bo'lamiz. Yana bir bor aytaman, vitrinalarning ustiga misol uchun shunaqa ochiq yegulikni to'g'ridan to'g'ri ushlab, uni yuvmasdan og'izga solib yevoradigan vaziyatda bu xavfli. Yonginasida misol uchun hojatxonani eshigi ochiq turasa, bozorlarda tuproq hamma shu hojatxonaga boradi, o't, qayt, yur, kel, oyog'ini tagidagi gich infeksiya, qurt manbai tuxumlari, mana shu viruslari shu sohada, shu sotilib turgan joylarda, tuproqlarda bo'ladi-da. Shamol ko'tarilib, mana shu sotib turgan mahsulotni ustiga yopishadigan jarayonda turgan bo'lgan mahsulotni olib iste'mol qilish bolalar uchun, siz uchun, salomatligingiz uchun infeksion jihatdan xatarli. Ana shuning uchun biz qadamma-qadam bunday narsalarga qancha qat'iy e'tibor berib boshlasak, uni sotish jarayonlari ham yaxshilanishga o'tadi. Agar biz e'tibor bermasak, 1-2 marotaba shu olaversak, o'zimiz jabr ko'rib shifoxonaga tushib, katta aziyatlar chekishimiz mumkin. Ana shunday ekan, qurt mahsulotiga bo'lgan asosiy talablarni o'z o'rnida qo'yib tayyorlab sotadigan bo'lsa, kuniga 10-15 gram me'yori kattalar uchun hisoblanadi. Undan oshirib yuboradigan bo'lsangiz, tarkibidagi tuz miqdorini konkret bilishingiz kerak. Misol uchun, tuz solinmagan qurt, to'g'rimi? Bir qurtni tayyorlash uchun qancha mahsulot nima tarkibida sarflandi, uy sharoitida o'zingiz bilsangiz, yoqqaningizcha yeyishingiz mumkin.
Lekin notanish bozordan, do'kondan yoki notanish kimsalari yorlig'i yo'q bo'lgan, tarkibi sizga begona, tarkibi gumon bo'lgan mahsulotni olib, unaqa ko'p iste'mol qilish mumkin emas. Aytaylik, bitta отравление bo'lsangiz, misol uchun, brutsellozmi yoki shunga o'xshash ichak infeksion kasalliklarni keltiradigan bakteriyalarmi sizga bir yuqib olsa-da, ostra отравление bo'lsangiz, to'g'ri toksikologiyaga, infeksioniga borib rassoyis chiqadi. Shunaqa kasallanib turganlar bor oramizda. Ishonchsiz mahsulotni yeb qo'yib. Tim более bu sut mahsuloti. Uni tarkibida bakteriyalar tez rivojlanishi mumkin. Ana shuning uchun qissadan qissa bugun qurtni o'zini uy sharoitida ishonchli qilib, tarkibiga tuz ko'p qo'shmasdan tayyorlab iste'mol qilsak foydali ekanligini tushunishingiz kerak. Gumonli, ishonchsiz, normativ sanitar gigiyena trебованиялariga, talablariga javob bermaydigan va vitrinalarda ochiq chang-chung ustiga tushadigan jarayonlarda sotilib turganlari bo'lsa, bu sog'lig'ingiz uchun xatarli ekanligini tushunishingiz kerak. Qanday informatsiyani sizga yetkazib berdim. Qabul qilib, uni hazm qila olgan bo'lsangiz, bilim sifatida hayotingizda ishlating. Keyingi lavhalarda mana shunday yana qanday yeguliklar haqida tibbiy ma'lumotlari berishimni istardingiz, kommentariyga yozib qoldiring. До опять, всем удачи. Shu bilan bugungi videorolik tugadi. Пока! Azizlar, shu o'rinda eslatib o'taman, doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitobi hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana J harfiga kirib, jigar mavzularini tanlaysiz. Jigarga tegishli bo'lgan eng ommabop, eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarida joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Klinik qo'llanmalar, tadqiqotlarga asoslangan holda ma'lumotlar to'planmasi bor ichida. Shu o'rinda mana O harfiga kirib, o't qapiga tegishli bo'lgan barcha turdagi mavzularni, bafurja ma'lumotlarini, kasalliklar haqida, ular belgilari, ko'rinishi, sabablari, davo choralari, asoratlari, dorilari, tabiiy yoki tibbiy malhamlari, barchasi sizga tushunarli tilda o't-ido ushbu innovatsion mobil kitobimizda yozilgan. Qolaversa, bolalar haqida, homiladorlik haqida, jinsiy kasalliklar, urologik yoki ginekologik, asab, nevrologik har qanday ma'lumotlar sizga kerak bo'ladigan eng asosiy tashxislar ushbu mobil innovatsion kitobimizda ichida joylangan. Mana G bo'limiga kirsangiz, gepatitlar haqida. Ishonchli ma'lumotlarni qayerdan topsam ekan, nima qilsam ekan deb yurmaysiz. Ya'ni agarda siz ushbu mobil innovatsion barcha tibbiy sohalardan ma'lumotlarga ega bo'lgan kitobimizni yuklab o'zingizga o'rnatib qo'ysangiz. Bundan tashqari minglab tabiiy malhamlar va Ibn Sino bobomizning retseptlarini tayyorlash usullari, tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.